Simeon! Shazam! Hangi trend video olayotganlarga savol bersangizda, qani Alloh azza va jallaning ubudiyati, Allohga bo'lgan qo'rquv, Allohga bo'lgan hurmat desangiz aytishadiki, biz shunchaki Allohdan chaqmoq so'rayapmiz yoki Allohning chaqmog'ini ko'rganda shunaqa so'zlarni ishlatyapmiz deyishadi. Nima sizlar yahudiymizlar, yo nasroniymizlar, yo ko'p xudolikka ergashasizlar? Nima uchun ular ishlatadigan jumlalarni ishlatib Allohdan chaqmoq so'rayapsizlar? Ya'niki Shimon Batrus degani yahudiylarning e'tiqodida Yaqub alayhissalomning 12-avlodi. Ma'nosi ham eshituvchi degan ma'noni bildiradi. Nasroniylarda esa Simeon Pyotr, rohibni ismi. Shazam esa ko'p xudolikka ergashadiganlar, Zeus, Thor, chaqmoq xudolarning atamasi Shazam. Alloh azza va jalla musulmonlarga Allohdan bir narsa so'rasangiz, qulid Alloha avidur Rahman, Allohning go'zal ismlari bilan so'rang demadimi? Nimaga sizlar Allohning qudratini, Allohning chaqmog'ini ko'rganda Allohni zikr qilib, Allohu akbar demayapsizlar yoki subhanalloh demayapsizlar? Endi aytishingiz mumkinki, jiddiylashmang aka, biz shunchaki trend qilyapmiz, hazil qilyapmiz deb. Sizlar qayerdan olyapsizlar bu haddi? Alloh azza va jalla bilan hazillashadigan. Bu haqida ham Alloh oyat tushirib, "Qul abillahi va ayatihi va rasulihi" demadimi? Ayting ey Muhammad, o'zini zikr qilyapti birinchi. Alloh va uning oyatlari va rasuli bilan hazillashadimi dedi. Shunda Rasululloh bilan yonma-yon o'tirib jang qilayotgan sahobalarga tushgandi bu oyat. Nima deyishdi? Ey Allohning rasuli, biz hazillashganidek o'zaro deyishdi. Alloh esa aytdiki, uzr aytmaydi. Qad kafarta ba'da imanikum. Sizlar iymon keltirganingizdan keyin kofir bo'lib ketdinglar dedi. Men bu so'zlarni aytayotgan yigitlarni yoki mana shunaqa video olayotganlarni johilligidan, bilmasdan oldi deb gumon qilaman inshaalloh. Ammo shunday bo'lsa ham Alloh azza va jallaga tavba qiling. Alloh azza va jallani oyatlari bilan, Alloh azza va jalla bilan hazil qilishingdan tiyiling. Va mana bu videoni shunaqa bir hazil qiladigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Shoyatki bundan keyin ular ham tiyilishsa va gapirguvchini ham, yuboruvchini ham Alloh azza va jalla bu tufayli ajrlantirsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.